Assosiasiyasini olib turib oddiy og'ziga tiqsangiz ham o'shandan ham infeksiya tushishni boshlaydi. Hozirgi vaqtda asosan bolalarda ko'p uchrab turgan narsa qusish, ich ketish. Bu qusish, ich ketishning sababi bu intravirus infeksiyasi deyiladi. Bu intravirus infeksiyasini asosan bu oddiy bitta virus emasda, bu intravirus infeksiyasini bitta oila deb olsak bo'ladi. Bu intravirus infeksiyasini asosan bolalarda ko'proq uchraydi. Tomoq og'rishi. Birinchi o'rinda tomoq og'rishi bo'ladi, keyin qusishi bo'ladi, tana haroratining ko'tarilishi bo'ladi, ich ketish holatlari bo'ladi. Buni asosan bolalarda kelib chiqish sababi endi bunaqa возрастga chaqaloqlarga bolalarda mana hozir assosiasiya yotdi-ku. Assosiyasini olib turib oddiy og'ziga tiqsangiz ham o'shandan ham infeksiya tushishni boshlaydi. Keyin bola yemay qo'yadi, ichmay qo'yadi, issig'i chiqadi. Keyin beskansa hozirgi aytganingizdek qusaveradi. Kam-kamdan suyuqlik berib turish kerak. Suyuqlik bo'lganda kompot yo shirin narsalar emas, oddiy suv. Yo bo'lmasa guruch suvi berish kerak.